Agar siz 40 yoshdan oshgan bo'lsangiz, ota-onangiz 6 yosh atrofida bo'lsa yoki oilangizda pensiyaga chiqishga yaqin odam bo'lsa, bu ma'lumotni kechiktirmasdan eshiting. Chunki bugun men sizga oddiy ko'ringan. Lekin juda ko'p odamning pensiyasi, ish staji, nafaqasi, hatto hujjatlari bilan bog'liq muammolarni ochib beradigan muhim o'zgarishlar haqida gapiraman. Bu mavzu hali vaqt bor deb yuradiganlar uchun eng xavfli mavzu. Chunki 70 yoki 6 yoshga kelganda hujjat to'plash kech bo'lishi mumkin. Men sizga vahima tarqatish uchun emas, amaliy yordam berish uchun gapiryapman. Lekin ochiq aytaman. Girtim 65 yosh oralig'idagi odamlar, ayniqsa norasmiy ishlaganlar, eski korxonalarda ishlaganlar, mehnat daftarchasida yozuvlari chalkash bo'lganlar, chet elda ishlab qaytganlar va hujjatlari to'liq bo'lmaganlar bugunoq o'z holatini tekshirish kerak. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kim xavotir olish kerak, kim xavotir olmasligi kerak, qayerga borish, qanday hujjat yig'ish va qanday ariza yozish kerakligini aniq tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot sizning o'zingizga yoki yaqinlaringizga pul, vaqt va asabni tejab qolishi mumkin. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar mehnat daftarcham bor, demak hammasi joyida deb o'ylab kelishdi. Korxonada ishlagan bo'lsa, daftarchasiga muhr bosilgan bo'lsa, ishga kirgan va chiqqan sanlar yozilgan bo'lsa, odam pensiyaga chiqqanda shu hujjat yetadi deb hisoblangan. Lekin amalda har doim ham shunday bo'lmagan. Eski tashkilot yopilib ketgan, arxiv yo'qolgan, muhr aniq ko'rinmaydi, yozuv noto'g'ri, familiya boshqa yozilgan, ish haqi haqidagi ma'lumot topilmaydi. Natijada odam 3 yil ishlaganman deydi. Tizim esa faqat 15 yilini tan olishi mumkin. Endi nima o'zgardi? So'nggi yillarda ish staji, daromad soliq to'lovlari, ijtimoiy to'lovlar va pensiya hisob kitoblari tobora elektron tizimlar orqali tekshirilmoqda. Kim rasmiy ishlagan, kimning maoshi ko'rsatilgan, kimga soliq to'langan, hammasi aniqroq ko'rinadi. Lekin ikkinchi tomoni bor. Agar siz norasmiy ishlagan bo'lsangiz, agar ish beruvchi sizni qog'ozda ko'rsatmagan bo'lsa, agar maoshingiz konvertda berilgan bo'lsa, agar hujjatlaringiz elektron bazaga tushmagan bo'lsa, pensiya yoshiga yaqinlashganda jiddiy muammo chiqishi mumkin. Men ko'p odamlar bilan gaplashganman. Ular men falon sexda 12 yil ishlaganman deydi. Lekin rasmiy hujjatda 3 yil ko'rinadi. Men do'konda 8 yil sotuvchi bo'lganman deydi. Lekin mehnat shartnomasi bo'lmagan, soliq to'lanmagan, buyruq yo'q. Men qurilishda 15 yil ishladim deydi. Lekin brigadir orqali naqd pul olgan, korxona nomi ham aniq emas. Mana shu joyda asosiy xavf boshlanadi. Odam ishlagan, mehnat qilgan, sog'lig'ini sarflagan, lekin hujjat yo'q bo'lsa, davlat organi siz aytyapsiz, lekin tasdiqlovchi dalil qani deb so'rashga majbur bo'ladi. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, pensiya faqat yoshga qarab avtomatik beriladigan pul emas. Pensiya tayinlashda yosh, ish staji, rasmiy daromad, ayrim imtiyozli davrlar va hujjatlar muhim ahamiyatga ega. Erkaklar va ayollar uchun pensiya yoshi, zarur ish staji, imtiyozli holatlar qonunchilikda belgilangan. Lekin eng ko'p muammo yoshda emas, aynan stajni tasdiqlashda chiqadi. Masalan, bir erkak 6 yoshga yaqinlashdi. U 25 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Mehnat daftarchasini ochsa, 1995 yildan 2003 yilgacha bir korxonada ishlagani yozilgan. Lekin korxona hozir yo'q. Murxira, arxivga murojaat qilsa, hujjatlar topshirilmagan deyishadi. Yana 2004 yildan 2012 yilgacha bozor atrofida yuk tashish bilan shug'ullangan, lekin yakka tartibdagi tadbirkor bo'lmagan, sug'urta to'lovlari yo'q. Keyin 2013 yildan rasmiy qorovul bo'lib ishlagan. Natijada o'zi 25 yil ishlaganman deydi, lekin tasdiqlanadigan staj ancha kam chiqadi. Bu pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Ikkinchi misol, ayol kishi 20 yil tikuvchilik qilgan. Avval fabrikada ishlagan, keyin uyda buyurtma olgan. Keyin kichik atelyerda ishlagan. Fabrikadagi 7 yili bor. Lekin uyda ishlagan davri rasmiy emas. Atelye egasi esa xodimlarni rasmiylashtirmagan. Pensiya masalasi kelganda ayol men butun umr tikdim deydi. Bu hayotiy haqiqat. Lekin hujjat bo'lmasa huquqiy tasdiq yetishmaydi. Mana shu farqni odamlar oldindan tushunishi kerak. Uchinchi misol, chet elda ishlaganlar. Juda ko'p vatandoshlar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlab kelishgan. Ular oilasini boqishgan, uy qurishgan, farzand o'qitishgan. Lekin savol, u yerda rasmiy ishlaganmi? Mehnat shartnomasi bo'lganmi?
soliq yoki ijtimoiy to'lov to'langanmi? O'zbekiston bilan tegishli kelishuvlar doirasida bu davrlarni hisobga olish mumkinmi? Hujjatlar tarjima qilinganmi? Apostil yoki konsullik tasdig'i kerakmi? Mana shu savollar javobsiz qolsa, chet eldagi 10 yillik mehnat pensiya hisobida ko'rilmasligi mumkin. Kimlar ayniqsa xavotir olish kerak. Birinchidan, girtimiz yoshdan oshib ham rasmiy ish staji kam bo'lganlar. Hali yoshman demang. Girtim yosh pensiya hujjatlarini tartibga solish uchun eng to'g'ri vaqt. Ikkinchidan, ehtimol 6 yosh oralig'ida bo'lib, mehnat daftarchasi eski, yirtilgan, yozuvlari xira bo'lganlar. Uchinchidan, bir necha marta familiya o'zgartirgan ayollar, masalan, turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan, lekin eski hujjatlardagi ism familiya hozirgi pasport bilan mos kelmaydiganlar. To'rtinchidan, sobiq kolxoz, sovxoz, zavod, kooperativ, shirkat xo'jaligi, xususiy firma yoki yopilib ketgan korxonalarda ishlaganlar. Beshinchidan, ish beruvchisi sizni rasmiy qildik degan, lekin aslida soliq va mehnat tizimida ko'rsatmagan bo'lishi mumkin bo'lganlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz so'nggi yillarda doimiy rasmiy ishda ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bo'lsa, oylik maoshingiz plastik karta orqali tushsa, soliq tizimida daromadingiz ko'rinsa, elektron mehnat tizimida ishga kirish chiqishlaringiz aks etgan bo'lsa, xavf kamayadi. Lekin bu ham umuman tekshirmasam bo'ladi degani emas. Chunki bazada xatolik bo'lishi, ish beruvchi noto'g'ri sana kiritgan bo'lishi, lavozim noto'g'ri yozilgan bo'lishi yoki maosh to'liq ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Bu yerda yana bir muhim masala bor. Pensiya miqdori ko'pincha odam kutganidan kam chiqadi. Nega? Chunki odam o'z real daromadini eslaydi. Lekin rasmiy daromad boshqa bo'lgan. Masalan, bir kishi oyiga 5 million so'm olgan, lekin shartnomada eng kam miqdorga yaqin maosh ko'rsatilgan. Qolganini naqd olgan. Pensiya hisobida esa odatda tasdiqlangan rasmiy daromad ahamiyatli bo'ladi. Demak, bugun konvertda pul olish qulay ko'rinsa ham ertaga pensiyada zarar qilishi mumkin. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuv avtomatik ravishda tan olinavermaydi. Yozuvda ishga qabul qilish buyrug'i raqami, sana lavozim, tashkilot nomi, muhr va mas'ul shaxs imzosi bo'lishi kerak. Agar yozuvda ishladi deb qo'yilgan, lekin buyruq raqami yo'q bo'lsa, muhr tushunarsiz bo'lsa yoki korxona nomi keyingi hujjatlar bilan mos kelmasa, qo'shimcha dalil talab qilinishi mumkin. Ikkinchi nozik masala. Arxiv ma'lumotnomasi. Ko'p odam arxiv deganda faqat bir joyni o'ylaydi. Aslida korxona hujjatlari tuman arxivida, viloyat arxivida, idoraviy arxivda, korxonaning huquqiy varisida yoki umuman boshqa tashkilotda saqlanishi mumkin. Masalan, zavod aksiyadorlik jamiyatiga aylangan bo'lishi mumkin. Kolxoz fermer xo'jaliklariga bo'lingan bo'lishi mumkin. Davlat tashkiloti nomi bir necha marta o'zgargan bo'lishi mumkin. Shuning uchun arxivda yo'q ekan degan javob har doim masala tugadi degani emas. Qidiruvni kengaytirish kerak. Uchinchi, nozik masala, familiya, ism va otasining ismi. Hujjatlarda bitta harf farqi ham muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, pasportda Gulnoza deb yozilgan. Eski hujjatda Gulnora yoki Gulnoza deb ketgan. Yoki otasining ismi bir joyda Abdullayevna, boshqa joyda Abdulovna. Bunday vaziyatda shaxs aynan o'sha odam ekanini tasdiqlash uchun nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, sud orqali faktni belgilash kabi yo'llar kerak bo'lishi mumkin. To'rtinchi nozik masala. Harbiy xizmat, bola parvarishi, o'qish, nogironlik parvarishi kabi davrlar. Ayrim davrlar qonunchilikka muvofiq ish stajiga kiritilishi mumkin yoki alohida tartibda hisoblanishi mumkin. Lekin bu ham hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Harbiy bilet, bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, tegishli buyruqlar, ta'lim muassasasi ma'lumotnomasi, parvarish bo'yicha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Odamlar ko'pincha bu o'zi ma'lum-ku deb o'ylaydi. Lekin davlat organi og'zaki gapga emas, hujjatga tayanadi. 5-nozik masala, yakka tartibdagi tadbirkorlar, dehqon xo'jaligi a'zolari o'zini o'zi band qilganlar. Agar siz savdo qilgan, xizmat ko'rsatgan, taksi haydagan, ustachilik qilgan yoki uyda ishlab daromad topgan bo'lsangiz, o'sha davrda rasmiy ro'yxatdan o'tganmisiz? Soliq yoki ijtimoiy to'lov qilganmisiz? Kvitantsiyalaringiz bormi? Shuni tekshiring. Bugun ayrim faoliyat turlarini rasmiylashtirish ancha osonlashgan. Lekin o'tgan yillar bo'yicha hujjatsiz davrlarni keyin isbotlash qiyin bo'ladi. 6-nozik masala, qarindoshlar biznesda ishlash.
Masalan, aka-uka do'kon ochgan, singlisi sotuvchi bo'lib ishlagan, lekin rasmiy shartnoma tuzilmagan. Yoki o'g'il firmasida ota qorovul bo'lib ishlagan, lekin maosh yozilmagan. Oilaviy ishda baribir o'zimizniki deb rasmiylashtirmaslik juda katta xato. Pensiya, mehnat nizosi, jarohat, kasallik varaqasi, kredit olish, daromadni tasdiqlash kabi masalalarda bu keyin jiddiy zarar keltiradi. 7-chi nozik masala, mening qo'limda eski spravka bor degan holat. Ha, eski ma'lumotnoma yordam berishi mumkin. Lekin unda tashkilot nomi, berilgan sana raqam, mas'ul shaxs imzosi, muhr, qaysi davr uchun berilgani aniq bo'lishi kerak. Agar ma'lumotnoma shunchaki falonchi bizda ishlagan degan umumiy yozuv bo'lsa, qo'shimcha tekshiruv talab qilinadi. Shuning uchun eski hujjatlarni tashlab yubormang, lekin ularni tartibga soling. 8-chi nozik masala, sudga murojaat qilish. Ba'zi hollarda ish stajini yoki yuridik ahamiyatga ega faktni sud orqali aniqlashga to'g'ri keladi. Lekin sudga men ishlaganman deb borishning o'zi yetarli emas. Guvohlar eski buyruqlardan nusxa ish haqi vedomosti, kasaba uyushmasi bileti, foto, xizmat guvohnomasi, mukofot yorliqlari, arxivdan rad javoblari, korxona yopilgani haqidagi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Sud oxirgi choraga o'xshaydi, lekin ba'zan yagona yo'l bo'ladi. Endi eng muhim qism, siz bugundan nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingizning mehnat tarixingizni qog'ozga yozib chiqing. Oddiy daftar oling va 15 yoshingizdan hozirgacha qayerda ishlaganingizni yillar bo'yicha yozing. Masalan, 1992-1996 maktabda o'qish yoki institut, 1996-2000 zavod, 2000-2004 bozor, 2004-2010 firma, 2010-2020 chet el. 2020 hozirgi ish joyi, har bir davr yoniga rasmiy, norasmiy hujjat bor, hujjat yo'q, korxona yopilgan, arxiv kerak deb belgilang. Shunda muammo qayerdaligi ko'rinadi. Ikkinchi qadam, mavjud hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, eski shartnomalar, ishga qabul qilish buyruqlari, ishdan bo'shash buyruqlari, maosh ma'lumotnomalari, harbiy bilet, diplom, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, soliq to'lov kvittansiyalari, tadbirkorlik guvohnomalari, chet eldagi ish hujjatlari, bank orqali tushgan oyliklar haqida ma'lumotlar. Bularning hammasini bir papakaga joylang. Hujjatlar yo'q bo'lsa, hech bo'lmasa nusxa, foto yoki skanini topishga harakat qiling. 3-qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. mypokka.uz soliq organlari, mehnat organlari va pensiya jamg'armasi bilan bog'liq xizmatlar orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlar bazada qanday ko'rinayotganini tekshirish mumkin. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingizdan, ishonchli qarindoshingizdan yoki davlat xizmatlari markazidagi xodimlardan yordam so'rang. Muhimi, login parolingizni begona odamga berib yubormang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni ehtiyot qiling. 4-qadam. Hozirgi ish beruvchingizdan rasmiy holatingizni so'rang. Sizni mehnat shartnomasi asosida ishga olganmi? Buyruq chiqarilganmi? Elektron tizimga kiritilganmi? Maoshingiz to'liq ko'rsatilganmi? Oylikdan soliq ushlab qolinadimi? Lavozimingiz to'g'ri yozilganmi? Buni so'rashdan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. Keyin ko'ramiz degan javobga rozi bo'lmang. Chunki keyin ish beruvchi o'zgarishi, firma yopilishi yoki hujjatlar yo'qolishi mumkin. 5-qadam. Eski ish joylari bo'yicha arxivga murojaat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga yozma ariza bering. Arizada to'liq ism familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, o'sha davrdagi familiyangizni, korxona nomini, taxminiy ishlagan yillaringizni, lavozimingizni ko'rsating. Masalan, men 1935-yil mart oyidan 2005-yil iyun oyigacha falon korxonada omborchi lavozimida ishlaganman. Ish stajim va ish haqi bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi va mavjud dalillarni qo'shing. 6-qadam. Agar arxiv hujjat topilmadi desa, yozma javob oling. Og'zaki rad javobi bilan cheklanib qolmang. Yozma javob keyinchalik boshqa arxivga murojaat qilishda yoki sudga chiqishda kerak bo'lishi mumkin. Ko'p odam aynan shu joyda xato qiladi. Yo'q ekan deb qaytib ketadi. Yo'q, sizga qaysi fond tekshirildi, qaysi yillar ko'rildi, hujjatlar nima sababdan topilmadi degan rasmiy javob kerak. 7-qadam. Ism familiya mos kelmasa oldindan tuzating. Nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi ma'lumot, tug'ilganlik guvohnomasi. Bularni tayyorlang.
Agar hujjatlarda katta tafovut bo'lsa, FHD yo'q organlari yoki sud orqali aniqlik kiritish kerak bo'lishi mumkin. Buni pensiyaga chiqishdan bir oy oldin emas, bir necha yil oldin hal qilish eng to'g'ri yo'l. 8-qadam. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, bugundan rasmiylashtiring. Men juda ochiq aytaman, xo'jayin yaxshi odam, pulini vaqtida beradi. Rasmiy bo'lmasam ham bo'ladi degan fikr ertaga sizga qimmatga tushadi. Mehnat shartnomasi tuzishni so'rang. Agar o'zingiz xizmat ko'rsatayotgan bo'lsangiz, o'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa qonuniy shakllarni o'rganing. Rasmiy faoliyat faqat davlat uchun emas, avvalo o'zingiz uchun himoya. 9-qadam. 25-65 yoshdagi ota-onangizning hujjatlarini tekshiring. Ko'p ota-onalar internetdan foydalanmaydi. Arxivga borishga qiynaladi, hujjat tilini tushunmaydi. Farzand sifatida ularning mehnat daftarchasini ko'rib chiqing. Qaysi yillarda bo'shliq bor, qaysi yozuv xira, qaysi korxona yopilgan, qaysi familiya o'zgargan, hammasini yozib chiqing. Ba'zan bir haftalik harakat bilan katta muammo oldi olinadi. 10-qadam. Mutaxassisga murojaat qilishdan qo'rqmang. Pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi, arxiv, yurist yoki advokat sizga yo'l ko'rsatishi mumkin. Lekin har qanday odamga pul berib yubormang. Men sizga pensiyani 2 barobar qilib beraman. Hujjatsiz staj qo'shib beraman. Tanishim bor degan gaplardan ehtiyot bo'ling. Qonuniy yo'l bilan qilinmagan ish keyin bekor bo'lishi, hatto javobgarlikka olib kelishi mumkin. Yana bir muhim maslahat, hujjatlarning nusxasini alohida saqlang. Telefoningizga skaner qilib qo'ying, fleshkaga yozing. Farzandingizga yuboring, lekin asl hujjatlarni yo'qotmang. Mehnat daftarchasi, harbiy bilet, eski ma'lumotnoma bular oddiy qog'oz emas, ko'p yillik mehnatingizning isboti. Uy ko'chirishda, ta'mirda eski qog'ozlarni tashlashda ehtiyot bo'ling. Men ko'rgan eng achinarli holatlardan biri. Odam eski chamadonni tashlagan, ichida 20 yillik hujjatlari ketgan. Keyin arxivdan topolmagan, sudma-sud yurgan. Bugun men aytgan gaplarning ma'nosi bitta. Pensiya va ish staji masalasini oxirgi kunga qoldirmang. Darim yoshdan oshgan har bir odam o'zining rasmiy mehnat tarixini tekshirishi kerak. Exim yoshdan oshganlar hujjatlarni jiddiy tartibga solishi kerak. Oldim yoshga yaqinlashganlar esa bir kun ham kechiktirmasdan pensiya jamg'armasi, arxiv va davlat xizmatlari markazlari orqali holatini aniqlashi kerak. Eng katta xavf qonunning o'zida emas, hujjatsizlikda, norasmiy ishda, bazadagi xatolarda va odamlarning hal vaqt bor degan beparvoligida. Agar siz bugun tekshirsangiz, ertaga xatoni tuzatish imkoningiz bo'ladi. Agar hammasini pensiya yoshiga yetganda boshlasangiz, yopilgan korxona, yo'qolgan arxiv, mos kelmagan familiya va tasdiqlanmagan daromad sabab ko'p vaqt yo'qotishingiz mumkin. Izohlarda yozing. Sizning mehnat daftarchangiz joyidami? Eski ish joylaringiz bo'yicha hujjatlaringiz bormi? Pensiya yoki staj bo'yicha muammoga duch kelganmisiz? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men keyingi videolarda ham oddiy odamlar uchun juda muhim bo'lgan qonuniy, moliyaviy va ijtimoiy masalalarni sodda tilda tushuntirib beraman.